Assalomu alaykum akalar, adashib qolgandim. Hozir aka meni ko'rib qolib, yordam qilib, san'atga ketyapsan deganda, yo'li orqa tarafda bo'lsa ham hozir men tashab qo'yaman deb ketyapti. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Endi biz sizlar bilan birgalikda Antaliyadagi eng mashhur joy, tarixiy bo'lgan Paria Ancient City deb nomlanadi ekan. O'sha Yunoniston paytida qurilgan eng chiroyli joyni ko'rgani ketyapmiz. Bu men Antaliyadagi eng oxirgi kunim, o'shaning uchun uni samarali o'tkazishga harakat qilaman. Chunki hozir soatdan keyin men samolyotim uchib ketadi. Keyin qaytib kelamanmi yo'qmi bilmayman. Atrof muhit bo'ladigan bo'lsa, to'g'risi men Namanganda o'zim 4 yil o'qiganligimga mikrorayonda shunaqangi soy bor edi. Atrof muhit hozircha to'g'ri yo'lga ketyapman degan umiddaman. Bu taraflar tashlandi, qanaqangidir odamlar yo'q. Mashina kelmayapti. Insonlar ham nisbatan boshqacha, unaqangi ochiq ko'ngil emas ekan shekilli. Xo'p. Bizni jonajon traktorimizni ko'rishlari mumkin. Men stabilizator bilan o'ynab ketyapti. Xo'p, atrof muhit bu Antaliyani o'sha qishlog'ini hududi bo'lsa kerak. Xo'p, atrof muhit bu hududlar Antaliyani qishlog'i ko'rishlari mumkin. To'g'risi, Alaneda bo'ldim, boshqa bo'ldi. Alaneda ham juda ham chiroyli manzaralarni ko'rdim, yerda ham qishloqlariga bordim. Oralar yatlarda sayr qildim, boshqa qildim. Keyin oxiri bo'ladigan bo'lsa, haligi bananzorlariga, u tarafdagi qishloqlarga ham tashrif buyurdim. Dengizda cho'mildim. Umid qilamanki, hammasi juda ham ajoyib bo'ldi. Men o'zim to'g'risini aytaman, maza qildim. Xo'p. Endi bo'lsa qaysi tomonga qarab ketishim kerak? Bu bim bor ekan. Biz bo'lsa jonajon traktorni selyapti va biz yana yakkanxon holatda sayohat qilyapmiz. Wow. Atrof muhit men o'zim qishlog'im atmosferasini beryapti. Bu tarafda bo'lsa parnilarni ko'rishlari ham mumkin. Bu tarafda albatta qishloq territoriyasi, insonlar bilmadim dalalardan kelyaptimi, boshqa taraflardan kelyaptimi? Unisi menga noma'lum. Xo'p. Yana yolg'iz sayohat qilishda davom etamiz. Ha, aytgancha. Tashqi ko'rinishim to'g'risi birinchi videoda buni ham ko'raman. To'g'risi tashqi ko'rinishim umuman ajablanarli bo'lib ketib qoldi. Antaliyaga kelishimdan oldin bunaqangi ko'ramasdim. O'zim o'sha mehmonxonaning ichida bo'lganligimga bunaqangi ko'p quyoshni ko'rmasdim normal holatda. Hozir bo'ladigan bo'lsa, wow, yosh. Bir haftaning o'zida shu darajada qorayib ketdim. Xo'p, bizda ekinzorlarimiz va o'sha soyimiz. Bu yoqda bug'doy bor ekan akalar. Va bug'doyni ichiga kirib olib turib maza qilib o'ynasam-da boru. To'g'risi bug'doyda ovoz shunaqangi chiqyapti hozir, inson maza qilib bunaqangi ovozlar. Eng qizig'i Antaliyaga keldim. Dengiz bo'yiga kelib shunaqangi men bug'doy zo'r topib oldim. Prosta ajablanarli desa, keyin inson xursand bo'ladigan tarafini bilmadim. Men bo'lsa yo'limni bir navigatsiyani ko'rib olishim kerak, chunki qanaqangi bo'ladi bilmayman. Taraflar hali tog'li zonalarga yo'lanib ketdimi bilmadim. Yana Adir tomon, yana bog' bo'lib ketyapti, ko'rishlari mumkin. Bu tarafda ham kaktuslar, daraxtlar, ekinzorlar, mevalar. Keyin bo'lsa men bilmadim. Men bu yerda uzib yesa bo'ladi ekan men bu mevani. Akalar,
qo'lim yetadigan joyda ham qiziq. Vau. Bu daraxtlar ham qiziq, shaftoliga o'xshab turibdi, bori. Men qarayapman. Shaftolini aytdi. Bu qanaqangi daraxt lekin bilmadim. Mana shu oxirgi 2 kunda men stabilizatordan nihoyatda ko'p foydalandim. To'g'risi o'shancha menimcha. Mana stabilizatordan ancha charchab ketdi, boshqa bo'ldi, dam olish kerak. Lekin men mana shu sayohatda davom etyapman. Chunki oxirgi kunimni ham samarali o'tkazib olay degan umidda. Keyingi safar Antaliyaga yana qachon qaytib kelishim to'g'risi men o'zim bilmayman. Va yelkalarim og'rib ketdi, to'g'risi. Shu darajada yelkam og'rib ketdiki, akamiz nima qilyapti? Akamizga qoladigan bo'lsa, mana shu urib borsa ham mayli. Qizig'i yo'q emish. Men yana terlab ketyapman quyoshda. Men bu minoraga yetib borib beraylik. Qanaqangi? Men topib kelyapman, chunki bu tarafdan o'zi nariga tarixiy binoda qoldiqlari deymizmi, mana shu narsalar ko'rinyapti. Ha. To'g'riga yuramiz, keyin umid qilaman chapga buriladigan bo'lsa, mana shu bino eski tarixdan qolgan binoimiz chiqishi kerak, Kolizey bo'lgan. Men o'zim ham bunaqani ko'p ko'rmaganman, lekin tarixiy videolar ko'radigan bo'lsam, Kolizey bo'lgan ekan. Akamiz urib ketmasa bo'ldi. Ha, aytgancha keyin haliga chiroyliroq gapirgani harakat qilaman. Qo'limdan keladimi yo'qmi bilmayman. Endi odobli bo'lgan yaxshi-da albatta. To'g'rimi? Xo'p. Vau. Mana shu bugun mana bu yerda mashina olib ketmasa nihoyatda xursand bo'lardim. Akamiz. Omadlab qo'yapti. O'ng qo'lim tolib ketyapti, nimagadir bilmadim. Cho'milish tabiiyki tahlikali bu tarafda. Qiziq, shunaqangi chakali zo'rlarga men qanday kelib qolaman ekan o'zim bilmayman-da. Juda ham chiroyli joylarni ko'rdim, juda ham ajoyib manzaralarni ko'rdim, tarixiy nuqtalarni ko'rdim. Yana bo'lsa akamiz kelyapti. Yo'q. Men hayron qolganim stabilizator nimaga qiyshayib qolyapti? Sizlarga ham qiyshayib ko'rinyapmanmi? Mana bitta savol qiynayapti. Nariga tarafga men qanday o'tib olishim mumkin? Navigatorda yo'qmasam bo'lmaydi shekilli, chunki bu taraf ko'cha bo'lib ketyapti, bu tarafdan binolar boshlanyapti, Kolizey to'g'risida bilmayman. Dalbayot. Xullas shunaqa. Akalar, men navigatorda ko'rib boray hozir. Haqiqiy nariga qishloq atmosferasini ko'rishlari mumkin. Akamiz kemasi ham bor ekan, uylari bor ekan. Va atrof mazza, nihoyatda chiroyli degani bo'lmaydi, lekin tarixiy binolar qarshilaringda turibdi. Bilmayman lokatsiyani, mana shu navigatordan ko'rgan holatda qarab ketyapman. Nimalar borligini, qanday borishni, eng zo'ri yo'li mana shu ko'rasizlar, navigatorga solasizlar, keyin to'g'ri borasizlar. Men o'zim oldin kelib ko'rmaganman bu taraflarga. Umuman Antaliyaga ham kelmaganman. Xullas shunaqa. Xo'p. Va. Yelkam yana og'rib ketyapti. Men so'mkalar bilan aylanib yuribman akalar.
ichida bilmadim 15 kilo narsa bor. Agar bagaj olib olganligimda bunaqangi aylanib yura olmasdim. Atrof muhitni ko'rishlaring mumkin. Atrof muhit. Biz mana shu yo'ldan ketadigan bo'lsa, bunday o'tib kelsa kerak. Aytga. Va suvga tushib olib, mana shu latokda cho'milsam-da bor-u. Yoshligimda esimda nari latogimiz bo'lardi, maza qilib aylanib yurar edim, cho'milar edim. Hozir shunaqa cho'milgim kelyapti yana. Qo'yrasan. Yo, men noto'g'ri yo'ldan yuryapman. Yo, bo'lmasam navigator menga faqat shu yo'lda chiqazib berdi. Chunki bu hudud ichkari dedi. Yo, odamlar faqat mashinada kelyapti. Xullas bilmadim to'g'risi. Ko'rishlaring mumkin. Navigatorga ishonadigan bo'lsalaring shunaqangi adashib qolasizlar. Chunki hozir men pastga screenshot qo'yib yuboraman. Navigator mana shu yo'lga olib keldi. Bu yerda kameralar ham bor ekan, boshqa ekan, lekin bet kirish yopilgan, tashlandi. Bu tarafi bo'ladigan bo'lsa, bu tarafdan yo'l yo'q. Mana shunday tog'ning orqasiga o'tib ketaman, uni qir atirda. Bas. Yo, alam qilganim mana shuda. Hozir maqtanib kelayotganim navigator bor, buda suvda. Navigator bor, boshqa unaqa qiynalmaysizlar. Bunaqangi navigatorga ishonib kelish bo'lmaydi. Hozir men yana qaytib borishim kerak 20 minut. Agar men boshqa joydan kirish bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerdan kirishim kerak. Afsuski shunaqa. Endi bo'lsa qaytamiz bu yerdan. Samolyotimga o'zi 3 soat qo'ygan, o'sha ketishiga billet. Samolyotimga 3 soat qo'ygan. Men bo'lsa qaytib borishim kerak. Assalomu alaykum akalar, adashib qolgandim. Hozir aka meni ko'rib qolib, yordam qilib, Sanqatga ketyapsan deganda, yo'li orqa tarafda bo'lsa ham hozir men tashab qo'yaman deb ketyapti. Abiga cho'k rahmatlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Tanimagan insoniga, bilmagan insoniga yordam beryapti hozir. Ko'chada quyoshda qolib ketgandim bo'lasan. Terlab boshqa bo'lib, hozir mana ko'rishlaring mumkin. Yürüdüm Perge. Şu kavunun birini götür. Ha, ama çantam çok ağır ya. Öyle mi? Evet, böyle. Burası dolmuş abi. İyi, hadi sen bilirsin. Eyvallah abicim. Çok teşekkür ederim abi. Olursan beni ara. Tamam abicim. Tamam, 1 Eyvallah. kilometre yürüdüm Perge. Tamam abi. Akamiz mana tashab qo'ydi hozir. Qovunimdan olib olgan deb aytyapti aka. Qovun olib olgan, olib ketasan deyapti. Meni so'mkam og'ir abi ekan. Olib ketalimman hozir deb akamiz shunaqa qilib meni tashab qo'ydi. Qiziq, qovunimdan olib olgan dedi. So'mkangga solib olgan dedi, olib ketasan dedi. Yadim. So'mkam o'zi to'la sig'dirilmayotgan narsalarimni og'ir ko'tarib yuribman. Bo'lmasa mayli deb aytyapti. Bu tarafi nisbatan o'sha parkiga olib boradigan joyga o'xshayapti. Qizig'i yo'llarda yaxshi insonlar borligi ham ba'zida shukur qilaman, to'g'risi. Akamiz o'zi nima shu yerda yeri bor ekan, boshqasi bor ekan. Agar odam ishlaydigan odam bo'ladigan bo'lsa, o'zimizni mana shu o'zbeklardan, turkmanlardan bo'lsin deb aytyapti. Tanishlaring bo'ladigan bo'lsa, er xotin bo'ladigan bo'lsa 1500 TLdan beraman kuniga deb. Umuman hayot shunaqangi zo'r. Zo'r bu turkcha ma'noda qiyin, lekin o'zimizning ma'noda men zo'r deb aytyapman.